Toshkent tumani axborot kutubxona markazi Mirzakalon Ismoilning 117-yilligi munosabati bilan videorolik tayyorladi. Taniqli adib va mohir tarjimon Mirzakalon Ismoili 1908-yil 15-oktyabrda Qirg'izistonning O'sh shahrida dunyoga keldi. U dastlab qishloq maktabida o'qidi, keyin shahar maktab-internatida tarbiya oldi. Toshkentga kelib, o'zbek erkaklar bilim yurtida ta'lim oldi. 1928-1930-yillarda O'rta Osiyo davlat universitetining Sharq fakultetida o'qidi, o'qituvchilik qildi. Mirzakalon Ismoilning dastlabki ijodi 8-mart xotin-qizlar ozodligi nomli kichik pyesadan boshlangan. Ushbu pyesa 1927-yilda nashr etildi. U O'zbekiston davlat nashriyotida, Toshkent kinostudiyasida, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida, Qizil O'zbekiston gazetasida, Sharq yulduzi jurnalida ishladi. Adib Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi. U 1942-yilda frontga jo'nab, 1947-yilgacha harbiy xizmatda bo'ldi. Mirzakalon Ismoili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoniga sazovor bo'lgan. Taniqli adib, mohir tarjimon Mirzakalon Ismoili 1986-yil 5-mayda vafot etgan.